Üjme Sayisi namlıq köp qismliq radyo dramasının ikinci qismini anlatımız. Köp qismliq radyo draması Üjme Sayisi İkinci qismi. Şu namlıq Uyghur xalq çöçüge asasıda senariyələşdirildi. Senarist Turğan Şaudun, rejissor Hajargul Qasım, məsul mühərir Ömercan Baqi, baş nazaretçi Muxtar Mahsud. Muzika ve tahlidi avazlar rejissori Hajargul Qasım. Lentiga ağıcı hem kiriştirgichi Ömercan Sunun. Tushundirgichi Risolat Nasir. Sələybay, Üjme Sayisini setvamoqchi bo'lgan apchilan bilan garchi bahodi kelisholmay uni ketkizib qo'ygan bo'lsa-mu, lekin Xudo urgan bu ahmoqni qo'shlab urish uchun uni boshqalarning yalpaytib qo'yishidan ansirab, to'mirni qizig'ida so'qmoqchi bo'ldi. Buni kishilar tuymusun, ish buzulmusun. Yaxshisi buni mollam orqali shundoq kelishtirib to'g'rilayki, shariatdimi tutaq chiqmaydigan bo'lsin. Sələybay shu qarorga kelib, darhol mollamning uyiga qarab atlandi. Bu chaqda apchilan bilan Rozimat kulishgunicha yo'lini davom qilmoqda edi. Tijoratdan teknik əmdi etdim ağayla. Raslı karamet iş boğuday. Hey, bunu qandaq mı o'ylab topqansan ha? Nafs avarchiligi palakdiki burkutnimi to'zaq ilindirdi. Sələybay nimati? Ha? Aqlınğa barakallah ağayla. Şoğunisi yaltayıp qanız bo'latdi. Ha? Puhrala onun nazarida 4 kalva. Şu menmu onun nazarındaki 4 kalva. 4 kalva bo'lmasam, uning ujmisining sayisini setib olmayman deb 400 sar kumushdan gene bölümge tugib kelamdim adash. Demek Sələybay aşı 400 sar kumush tangini qo'liga olmag'icha aram topmaydi degina ağayla. Shundaq. 400 sar kumush tangini qo'liga olmag'icha u aram topmaydi. Qo'liga olgandan keyin uni biz aram topqizmaymiz. Bunu o'ylasam, xushalliqimda hozirla naqshi to'lig'im kelyapti. Yo'q, ravaboni sozlab, ovozini asrab tur. Oldimizda so'rnimizni qilsa texe, ha? Her ishning payzi boshqacha bo'ladi og'ayla. Puhadan chiqmoqmi bir huzur. Hey, puhadan tezroq chiqish uchun bu atrofdan ancha yiroqlab ketmay. Sələybay bizni topolmay, avarib qolmasa yana, ha? Bu chaqda Sələybay 400 sar kumush tangini tezroq qo'lga kirgizish uchun mollamdan yordam tilab uning uyiga keladi. Assalomu alaykum, mollam. Oy, sali yaxun kanqo. Va alaykum assalom. Oddiy ko'lbamga muborak qadamlarining yetganiga to'liq xursandman. Qani, yuqori chiqsizlar. Amin. Allahu akbar. Qandaq, salomat turdilmi?
Xudoga ming shukri. Taqsirlarning soyisida yomon emas yashab turibdiman. Xo'sh, uzrchi. Ha, nima desam bo'la? Ochig'ini aytganda, menmi shu soy savdosi edisizlar. Ha? Boshlarga hech optob tushganda qilmab edi. Soy savdosiga qolganlar nimasi hamdi? Ha? Buni savdo degandan ko'ra, savdo deb atig'imiz tuzdik. Men sizlar bilan mush ish ustida maslahatlashgili keldim. Soy savdosi? O, to'limi yangi kasbgan Saliyafon. Olamdilar yoki ip satamdilar, ha? Sözümni çaqchaqqa burmisizlar molla. Bu rost gap. Ha? Rost gap? Shundoq taqsir. Ha. Rost gap bo'lsa, anglamaylikmi qani? Ha? Xo'sh qani. Sələybay bo'lib o'tgan ishlarni mollamga birma-bir bayon qiladi. Shundoq qilib, u Rasululloh o'zimining soyisini setib deb turib oldi desizlar. Ha. Vay, ko'p xudo urgan ahmoqni. O yan aylandırıp, bu yan aylandırıp. 250 tengigi to'xtatsam, 200 tenge olsa alıman deb qo'yib ketib qoldi. Bu xudo bergan rizq ekan. Buningdan yaltaymizlar Saliyaqon, yaltaymizlar, ha? Menmi shuni o'ylayapman. Ammo u ahmoqni boshqalar yaltaytib qo'ymasa, Hay, xotirjam bo'lslar Saliyaqon. Tazgul topsa qisadigan joy topolmabdi degandek. O, 200 tanga kumushni mushundoq soy setib olishdek ahmoqlikdan boshqaga qashlamaydi. Sizlarcha agar sotmayman deb turib olsalar, u bu pulni ujmi darxiga bir qarilish sharti bilanmi berib yetadi. sho'ng molla bu ishni o'zlari bilib, ularga yordam qilgan qiyofatda shariat yo'li bilan aplaydilar. Ha? Isposini chiqarmaymizkanda. Ha, balli. Ko'nglimdikini endi tushunyaptilar. Sho'ng bugundan qolmay u yoqqa o'ssalar. Yaltiyog'icha tezroq ayvashga keltirib, atidan qolmay xat muhr qilish kundirsalar, ha? Xotirjam bo'lslar Saliyaqon. Peqir bundaq ishlarni talay apligan. Ati tushga qolmay, hamyonlarga 200 tanga qo'shilmasa hisob emas. Ha? Amisi muborak qadamlariga omad tilayman, ha? Shundoq bo'lganda, Peqirga bir ton kiygizishni-mu unutib qolmaydilar-ku deyman, ha? Unutib qolmayman, ha? Sələybay mollamның ümitlik sözlərdən hayacanlanıb, to'limu təsdi tang atqızdı. Bəxtki yarışa, mollamı xeyli burunlu yetib gelib, işini toğırlap boğanlıq xəbərini yetkizdi. Shundoq qilib, ish tamom vassalam. Ha. Endi oldinlarga o'zlari keladi. Bu gapcha ortiqcha talash tortish bo'lmoqda-da, ha? Hay. Nima talash tortish bo'ladi? O'zlarida katta boy bilan qo'shni bo'la olishi ular uchun zo'r xo'shalliqda albatta. U qo'shnilarim qachon yetib kelala? Elitli seg'initlar mana, ha? Qaraganda yaxshi qo'shni bo'laligideklar, ha? Ularning kulkisi oxirlashmay, Əpçilən bilan Rozimat hoyliga kirib keladi.
Assalomu alaykum, taqsirlarim. Va alaykum assalom. Ha, qani, yuqoriga chiqinglar, ha? Yuqoriga. Bo'ldi. Terek tulumda yetim bulungda deb ekan. Hozircha pagadraq qilib turaylikmikan? Hay. Ağuchi satquchilar bir-biriga xo'shallik beg'ishlovchilardir, ha? O'zinglarni ozodi tutib, erkin o'ltiraveringlar, ha? Taqsirlari tunugun bayakamning biz degan bog'i qo'shilganlik xabarini yetkazdilar. Biz bugun shu bo'yicha xat muhr tutishga kelgan edik. Ishni hozir boshlatamdiq yoki biroz hayli bormi? Aylığı yo'q. Lekin choy-pay ichishmayapmanlar, ha? Choyniga ichib keldik. Pay ichishga kelganda uni kerak o'zimiz bir nima qilib olamiz bayaka. Hari. Bu balaning turqidilli bir xil qiziqchilik chiqib turadi. Mani ko'dlimiz Salihxon, ha? Hadapla qo'shnidachilikni yetkazgili turdi. Rahmat. Ishning mushunda xo'shallik bilan boshlanganidan mamnunman. Qani mollam, qog'oz qalamlari tayyor bo'lgan bo'lsa, ishimizni boshlab o'tmaylimi? Ha. Tömürni qizig'ida so'q debdi ekan. Ishni mo qizig'ida boshlayib o'taylik. Avval Abchilaxon xat mo'riga nimalarni yozishimiz to'g'risida ko'ngliga pukkanlarni bayon qilib boqay, ha? O'shiqchi gapimiz yo'q. Faqat bayakimiz men ham og'illarimning ujmi qerib putkicha uning soyasidan qachonli bo'lsin, erkin, bemalol bahramand bo'lishiga kabolatlik qisli bo'ldi. Xo'p, sizlarchi Salihxon? Abchilamning shartlariga to'liq qo'shiladiganligimni yozsira. Buningga men ham urug' avlodimga amal qiladi. Mana. Mard odamning og'zidan mushundaq mardona gaplar chiqadi, ha? Qani, amasa yezishni boshlab etdik, ha? Mollam lati jiltisidan saman qog'oz, qumush qalam va siyohdon elib shira ustiga qo'ydi-da, avval siyohdonga suv quyib, siyoh ezidi. Ondan saman qog'ozni shira ustiga yeyib, beshini singayan qilganicha qumush qalamni ishqa soladi. Va uni bir haza g'ijirlatgandan keyin beshini qog'ozdan ko'tarib, Abchilam bilan Salaybayga qaraydi. Mana har qaysilarining aytganlari bo'yicha putilib bo'ldi. İcazat bersizlar, o'qib baqsam, anglashib baqamdilar. Qani o'qisizlar. Qo'lig'im silida. Al-vadul minal iman. Bizlar bo'lsak shohid. Mahi safar qo'shnisida, Boyg'ojamning ho'ylisida, manki Salaybay ho'ylamning ko'ch pasilidagi cho'ng ujmamning soyisini Abchilaxonga o'z ixtiyorim bilan mazori majlis oldida 400 tanga kumushga sotdim. Toki ujmi qerib yo'qolguncha uning soyisidan Abchilaxon va hattoki uning og'ina, urug' tuqqan bola chaqilirmi har qachon, har zamon bemalol foydalanadi. Mubada bununla pekir ve mening urug' avlodim norozi bo'lib da'vo qilsa, yurt shar'iy oldida da'vosi botil bo'lg'ay. Hashqallah. Nayt qamlashtirib yezibdilar taqsir. Uning mazmuni va amal qilishga tegishli shartlar to'limi aniq, to'limi uqumliq bo'pti. Yozganlari umuman menga yoqdi. Sizlarga yoqqanligidan to'liq xushalman. Lekin Abchilaxonga yoqdimi qandaq? Abchilaxon o'zlari bir nima deysizlar? Menga yoqdi. Yoqqandimi to'nirga yoqqan go'sht kirdidek yoqdi deysizlar. Undaq bo'lsa, og'uchi, sotquchilar barmoqlarimizni besib yetaylik, ha? Obdan. Qani, Salihxon, oldi bilan sizlar. Obdan. Mana.
Әмді Әпчілақын. Ha, mana. Şahitlikqa özüm. Mana əmisə, iş tamam, vəssalam. Əmisə, mübarək bolsun, Əbcilaxon. Mübarek olsun. Sizlədək bir makansız adamның, bay hocamның işigi aldıda munchilik mülki igi boğını Xudanın çoğun iltifatı. Sılının başlarına üjminin sayısı emas, bay hocamның sayısı düştü. Yetimning beshini Xudo silaydi degan gap bor. Har qaysilarining diliga Xudo insof berib, beshimni silaganliklariga rahmat. Mana bu boy akamga berildigan 400 sar kumush tanga. Asla boy aka. Mana bu mo'raq uchun sizlarga berilgan 50 tanga. Rozi bo'lsam, aka. Mollam bir qo'lida tangilarni elib, bir qo'lida mo'r xatni Abchilamga sunadi. Abchilam mo'r xatni elib, yonchiqiga selib, boy va mollam bilan xo'shlashib, ro'zimatni boshlab yo'liga ravon bo'ladi. Boy va mollam bu ahmoqlarning kaynidan qaqoqlab kulishib turib qoladi. Üjme sayısı namlıq köp qismliq radyo dramasının ikinci qismini anlattık. Rollada Turğun Qurban, G'ayrat Osman Zürki, Nurcan Hacı, Emincan Eli Almaz, Sulayman Mutivilla, Qalbinur Elnazi, Rana Abdurrahman qatarlıqla avaz bergan.